insoniy qarorlaridan mahallalarda jinoyatchilikni oldini olish borasida yaxlit ishlar tizimi joriy etilib, unga mas'ul rahbarlarning vazifalari aniq belgilab berilgan. Asosiy maqsad ijtimoiy profilaktik samaradorligini oshirish, manzilli profilaktik chora-tadbirlarni samarali joriy etish orqali jinoyatchilikni keskin kamaytirish, ularni barvaqt oldini olish bo'yicha yangi ishlash mexanizmlarini belgilash. Mediatsiya markazimizda memorandum imzolangan edi. Hamma sudyalarimizni birlashtirdik. Hamma sudyalarimiz bilan birgalikda mediatsiya markazida mana 25 nafar ajrim qiyofasiligini yarashgani bu men o'ylaymanki, birinchi kvartalda juda katta yutuq deb o'ylayman. Bu ham manzilli ishlash kerak emas. Faqat haligi vaqtimizni bekorga o'tkazib, haligi noto'g'ri yo'nalish bilan vaqtimizni ketkazib emaslik, buni haqiqiy shu narsaga yo'naltirish kerakki, natija bo'lishi kerak. Imkoniyat topish kerak. Agarda xohish bo'lsa, bevosita o'zingizni mana shu yo'nalishingiz bu masalalar bo'yicha hozir mahallalarga juda katta e'tibor qaratilyapti. Bu tizim alohida prezidentimizning nazoratlarida yurmayapman deyishga haqqimiz yo'q hech kim. O'zgalar parvarishga muhtoj 101 nafar shaxslarga moddiy va ijtimoiy yordam ko'rsatilganligi tuman hokimiyatini tashabbusi ikkinchi chorakda ham undan ko'tarishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan 655 nafar shaxslarga soliq xizmatlaridan foydalanish va davlat ro'yxatidan o'tish, litsenziya va ruxsatnomalar olish kabi tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishda har tomonlama amaliy yordam ko'rsatildi. 3018 ta tadbirkorlik subyektlari 3678 ta onlayn kassa mashinalari bilan jihozlanish natijasida savdo tushumi 1.3 barobarga oshganligini ko'rsatmoqda. Faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgan 174 nafar tadbirkorlar faoliyati qayta tiklanganligi quvonarli hol. Uyma-uy yurish natijasida mahallalarda 161 ta muammoli oilalar aniqlanib, ularning 121 tasi joyida bartaraf qilib amaliy yordamlar ko'rsatilgan. 118 nafar kam ta'minlangan, yolg'iz qariyalar, nogironligi bor shaxslar, ehtiyojmand oilalar aniqlanib, 72 nafariga turli yordamlar ko'rsatilib, 39 nafariga yordam berish choralari ko'rilmoqda. Mahallalarda 62 ta notinch oilalar muhokama qilinib, 44 tasi yarashtirilganligi, 17 tasining nizosi bartaraf etish choralari ko'rilganligi albatta ijtimoiy profilaktikani mazkur masalalarda ijobiy tomonga o'zgarganligini ko'rsatadi. 156 nafar shaxslar 8 marotaba o'tkazilgan mehnat yarmarkalari orqali ish bilan ta'minlanishga erishilgan. Tuman mutasaddilari, hamkor tashkilotlar, respublikadan biriktirilgan mas'ul xodimlarning fidokorona mehnati va o'zining ijobiy samarasini ko'rsatgan tajribalarni qo'llashlari natijasida mahallalarda kriminogen vaziyat barqarorlashuviga erishildi. Ya'ni 3 oy davomida 21 ta mahallaning 4 tasi sariq holatda, 17 tasi yashil holatda ushlab turildi.